Bahor faslida ko'pgina terining allergik kasalliklari avj olishi boshlaydi. Buning sababi bahorda bo'ladigan gullarning gullashi, o'simliklarning gullashi, haroratning o'zgarishi, quyosh, bularning hammasi terining allergodermatozlarini qo'zitadi. Ya'ni terida qichishish, toshmalar, qizarish. Bu faslda bunday avj olishlarni oldini olish maqsadida siz markazimizda yo'lga qo'yilgan davolash usullaridan va shu avj olishni oldini olish usullaridan foydalanishingiz mumkin. Markazimizdagi mutaxassislar tomonidan har bir bemor uchun individual davolash programmalari tuziladi va shuningdek diagnostika usullari allergiya testlaridan boshlab zamonaviy apparatlarda teridagi muammolarni aniqlash juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shu sababdan siz bahor kelishi bilan bu simptomlarni, bu belgilarni avj olishini kutmasdan hoziroq bizga murojaat qilsangiz bo'ladi.